Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Mushaqtanlar xayrlik bo'lsin. Biz oldingi darsimizda shu Android yonilarga Uyg'urcha kirgizish darsimizni chiqargan. Uning ostiga nurg'un qarindoshlar shu Samsung yonilarninki Uyg'urcha xatdagi i harfining ulanmaslik masalasini qanday hal qilamiz deb nurg'un savollarni so'ragan bo'ldi. Biz shunlashqa bu darsni ishlab o'tiribmiz. Biz birlikda shu Samsung telefoninki ma'lum xat yozgan ramkasiga biz i harfi bo'lgan ma'lum bir so'zni yozib baqayli. Masalan, qarasanglar bu yerdagi nening keyingi i'ning ulanmasligi mana shaklda davomlashayotgan. Biz bugungi darsimizda dal shuni hal qilamiz. Unda biz birlikda setting yani tanishga kirib, pastga tushirib, bu yerdagi general management ga kiramiz, ya'ni buni bosgandan keyin eng ustidagi shu til tanlaydigan yoki til qo'shadigan kirgizuvchi deganlarni tanishadigan o'ringa kiramiz. Kirgandan keyin tillar deganni bosamiz. Undan keyin merdagi add language deganni bosamiz. Undan keyin qarasanglar bu yerdagi more options ga kirib, mana all language ya'ni hamma tillarni tanlagandan keyin asta qaraydigan bo'lsak, merde mana Uyg'urcha deb ko'ramiz. Buni bosamiz. Undan keyin agar ma'ni bossak telefonimizning tili Uyg'urcha bo'lib ketadi. Ba'zi tarjimalarda masala bo'lganligi uchun to'liq Uyg'urcha bo'lmaydi. Shunlashqa hozirgi biz ishlatayotgan ingliz tilida turaveradigan, ammo Uyg'ur tilining shu tillarning o'rniga qo'shilgan qilib tanishish uchun ma'ni bosamiz. Sol tarafga bosgandan keyin qarasanglar Uyg'urcha qo'shildi. Afsuslanarli yeri bu yonifonninki yoki Samsung telefoninki sistemasini vatan ichidagi Uyg'urlar tarjima qilganligi uchun mana shaklda chiqadi. Undan keyin biz birlikda ustiga yana bosh patga qaytib ketaylik. Endi biz bu yerga yozib baqaylik. O'xshash shaklda texnika deb yozdik. Ko'rayotganinglardek i harfining ulanmaslik masalasi bu shaklda hal bo'ldi. Bevosita o'xshash shaklda yana xalqan so'zlarni, xalqan jumlalarni yozib ishlasak bo'ladi. Bundan keyin i harfining ulanmaslik masalasi shundan bilan hal bo'ldi. Bunun bilan bir vaqtda bir qistirib qo'ygan gap, bu Uyg'urchaning hammayada, ya'ni Uyg'urcha yoziqning hammayada normal ulanib ketishi natayin balkim ba'zi yerda ulanmasligi mumkin. Lekin to'g'ri yuzida balki ko'pincha o'rinlarda mana shaklda normal bir şekilde işletilaysizlar. Undan sonra dersimiz müşahede bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlarning foydalanish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonunimizga ergashishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga emanet.